Ya'ni o'zini katta tutish, o'zini boshqalardan afzal bilish, men ulardan ustunman, ular mendan past degan e'tiqodda bo'lishni va shunga taqozo qiladigan gap, so'z, xatti harakat, amallarni qilishni kibr deydi. Lug'atda mana shu ma'nosini beriladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom kibrni ta'rifida aytganlarki, huwa, ya'ni kibr batarul haqqi va ghamtun nasi. Kibr haqni inkor qilish, odamlarni haqir sanash, past sanash, xor sanash. Imom G'azzoli o'zlarining mashhur kitoblari Ihyo Ulumuddinda kibrni ta'riflab aytadilarki, kibr bir odamni o'zini katta sanashi, boshqalardan ustun o'zini bilib, ularni xor zoru hech narsaga arzimaydigan tarzda nazar bilan qarashni kibr deyiladi, deydi.